Gece konur ayaktın mı? Ayağım tut. Tamam şimdi. Ne olmuş ateşiz? Qandolat seximiz bor. Bu salat qilamiz. Pilimen qilamiz, yarim tayyor mahsulot. Salatlar, tovuqları, to'yam zakaz olasizmi? Olamiz, xudo xohlasa, inshaalloh yaqinda ochildik. Mumkin bo'ldi. Qo'limizdan kelganicha hammani xonadoniga xursandchilik bilan nasib xursandchilik bilan boraylik. Xursandchilik olib boraylik. Tug'ilgan kuni tabriklarim o'zing olib borasizmi? Ma'lum bo'ladi. Olib boramiz. Do'stlar bilan kelib borasizmi? Tabriklar chiqasizmi? Tabriklar. Bunday xizmatlar bor, Xizmatlar bor. Dastlabki nomerlar qo'yib bersak bo'ladi. Bo'ladi. Borasizmi? olib boramiz. Salatlar, to'ylari, Hamma salatni bilaman. Yo'q. 200 dan ortiq salat bilaman. bu yer ochishda, bu yerda o'qish kerak. O'qish kerak albatta. 4 ta o'qigan ustozlarim bor. Toshkentda o'qib keldim. Salatni o'qidim. Salat necha pul ketasiz? Shu salat. Mana baholar necha? Tepada emasmi? Yo'q. Xalqni nimasiga cho'ntagi ko'taradigan. Ha, toza asilgan shu arzon qo'ysalar. Yo'q, o'zi arzon. Ha, вообще arzon biroq. Arzon. Tortlarimiz morojniy tort. Necha xil pishiriqlar bor, necha xil salatlar, pinnilar, necha xil cho'g'lar bor, ayting. 5-6 so'm. Bizdan ko'p turib salat. Salatlar 100 ming. 100dan ko'p, 60-70 dan ko'p tort pishirib. Tortlar 60 ming. Hammasini o'zingiz bilasiz. Hammasini o'zim bilaman. Shogird qizlarim bor. Shogirdlar nechta? 4 ta alhamdulillah.